0 darajadan ingliz tilida erkin gaplashishni 60 soniyada tushuntirib beraman. Nima qilishimiz kerak? Bitta qoidani o'rgandikmi? Bo'ldi. U degani ikkinchi qoida o'rganishimiz kerak degani emas. Mana shu qoidani dalcha ishlatamiz. Misol uchun present simple negative sentence qilishni o'rgandik. Sizga o'qituvchingiz o'rgatdi. I don't sleep. Men har doim shu narsani qilmayman. Inkorda aytmoqchi bo'lsangiz, I don't sleep at night gapini o'rgandik. Mana shu qoidani dalcha ishlatamiz. Ikkinchi qadamimiz nima bo'lar ekan? Значит, biz o'sha narsani I don't sleep at night o'rniga boshqa gap tuza olishimiz kerak. Unga yangi so'zlar kerak. Значит, keyingi gap tuzishimizga so'zlarning spiskasini olamizda I don't eat meat. Eat so'zini, meat so'zini yodladingiz, o'sha gap tuzyapsiz. Prosta kengaytirishga harakat qiling. Qancha ko'p so'z bo'lyaptimi? Yodlayotganingiz shuncha ko'p gap tuzish kerak. Qancha ko'p so'z yodlasangiz, shuncha siz ingliz tilini ishlatishni boshlaysiz. Bekorga bekor so'z yodlamaysiz, bekorga bekor vaqt ketkazmaysiz, srazu birinchi kundangina o'sha gapirishni boshlaysiz. Ingliz tilida shunaqa gapirtirib yuboradigan strategiya yoki formulalarni o'tkazib yubormasligi uchun sahifamga obuna bo'ling.